kubtoklarni yanada qiziqarli qilib dars o'tishni xohlaysizmi? Bugun unda sizlarga juda ham zo'r dars o'tib bermoqchiman. Bizga uning uchun bunaqa katta stakan va kichkina stakan kerak bo'ladi va har qanaqasiga bunaqa to'plar, tomog'i og'riganda tomog'ini ko'radiganni men aptekadan olganman. Biz Muhammad Ali bilan. Muhammad Ali yasaysanmi? Ha deb. Xo'p, uning uchun biz stakanimizni teshib olamiz. Keyin nima qilamiz? Stakanni ushlab tur. Ushlab tur. Issiqlik yordamida cho'pchalaringlar bo'lsa, olib qo'yasizlar va yana mana ko'p bo'ldi. Mana bu katta ko'ptogimiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, bunaqa kichkina stakandan xuddi shunaqa shaklda yasab qo'yishingiz mumkin. Yanada qiziqarli bo'lishini xohlasangiz, mana tutib olish. Bolani tez harakat bilan tutib olish uchun endi buni yasaymiz. Buning uchun bizga stakan bilan birgalikda bunaqa shpatel kerak bo'ladi. Ana, o'yinchog'imiz ham tayyor. Qara. Qo'y. Ana, ko'rdingmi? Молодец. Senga yoqdimi? Sizlarga bu o'yinimiz yoqqan bo'lsa, bizga like bosishni unutmanglar.